بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. السلام عليكم hurmatli jamoatimiz. Inshaalloh bugun Alloh taolaning Ar-Rahman Ar-Rahim sifatlari to'g'risida suhbatlashamiz. Hammamiz har bir ishimizdan avval, boshlashimizdan avval Allohning nomini zikr qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Va aynan har namozda o'qiydigan Fotiha suramizning ham 2-oyati Ar-Rahman Ar-Rahim. Demak, Alloh taoloning eng ko'p takrorlanadigan sifatlari Rahmon va Rahim ekan. Biz ularni o'zbek tiliga tarjima qilingan asarlarni o'qiydigan bo'lsak, mehribon va rahimli Alloh deb tarjima qilamiz. Ammo buning arab tilidagi ma'nolari bir-biriga juda ham yaqin. Ikkalasi ham rahimli degani. Faqat ko'rinishlari biroz farq qiladi. Ya'ni Rahmon degan sifat faqatgina Alloh taologagina ishlatiladigan, Alloh taolodan o'zgasiga mutlaq ishlatish mumkin bo'lmagan sifatlardan biri hisoblanadi. Rahmon sifati. Va buning ma'nosi Alloh taolo shunaqa mehribonki, bu dunyoda mo'minmi, kofirmi, mushrikmi, Xudoni bor deydimi, Xudoni mutlaq yo'q deydimi, hammasiga birdek rahim qilaveradi. Shunaqa mehribon zot. Nimaga bandaga ishlatib bo'lmaydi? Chunki bizga birortasi qattiq gapirib qo'ysin, hech bo'lmaganda achchig'imiz keladi, to'g'rimi? Shuning uchun ham bandaga ishlatib bo'lmaydi. Alloh taolo esa ey Xudo, sen yo'qsan deganlarga ham rizqini beryapti. Hayotda yashashga imkoniyat beryapti. Mol va davlat to'plashga imkoniyat beryapti. Xotirjam yashashiga yer yuzida keng sharoit yaratib beryapti. Demak, mana shu zotga loyiq bo'lgan Rahmon sifati ekan. Endi dunyoda mana shu sifatni o'zini aytsak, Alloh taoloni Rahmon desak, mo'min bilan kofirning orasida farq qolmadi. Mo'minning ibodatlari qayerga ketdi? Hammaga bir xil rahim qiladigan bo'lsa, o'zar nima qilamiz ibodat degan savollar tabiiyki paydo bo'ladi. Mana shu savollarga javoban Alloh taolo o'zini Rahim deb ham sifatlab qo'ydi. Rahmonning ma'nosi demak umumiy ekan, hammaga bir xil rahim qiladi ekan dunyoda. Rahimning ma'nosi esa biroz qisqaradi endi. Rahim esa qiyomat kuni kelganda, endi oxirat kelganda faqat mo'minlarga rahim qiladi degan ma'noni bildiradi. Mana bizning iymonimizning bergan imkoniyati oxiratdagi Alloh taolaning rahmatiga sazovor bo'lishimizda. Demak, Rahim sifati nima ekan? Qiyomatda barchamizni Alloh taolo barchamizga rahmat qiladigan vaqt ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir hadis keladiki, Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilingan hadisda Rasululloh alayhi vasallam aytdilarki, "Law ya'lamu al-mu'min ma 'inda Allohi min al-'uquba ma tami'a bi jannatihi ahad. Wa law ya'lamu al-kafir ma 'inda Allahi min ar-rahmah ma qanata min jannatihi ahad." Rawahu Muslim. Imom Muslim rahmatullohi bu hadis sharifni o'zlarining sahih kitoblarida keltirganlar. Ya'ni Rasululloh alayhi vasallam aytdilarki, agar mo'min banda Alloh taoloning huzuridagi azoblar haqida ozgina bo'lsa ham bilganida edi, hech ham jannatni umid qilmay qo'yaveradi dedilar. Ya'ni kim boshqa bir oyatlarda Alloh taolaning g'azabi, Alloh taolaning kofirlarga bergan va'dasi, jahannamning shiddati haqida bir qancha oyatlar bor. Agar mana jahannamni haqiqatan mo'min haqiqatini ko'ra olganda edi, Alloh taolaning jannatini umid qilmasdi. Ya'ni meni shuncha gunoh bor, bu gunohimdan jannatga kirish mumkin emas deb o'yladi. Davomida nima dedilar? Agarcha kofir banda, kofir inson Alloh taolaning rahmatini qanchalik kengligini ozgina bilganda edi,
ozgina bilib qolganda edi, kofir bo'la turib Allohning jannatidan noumid bo'lmasdilar. Demak, Allohning rahmati shunchalik kengki, hatto kofir ham, Xudoni yo'q deganlar ham jannatga kirishdan umid uzmas ekan. Mana shu Rahmon, Rahim sifati Alloh taoloning ham qo'rqinch, ham qiziqtirish oyati hisoblanadi. Ya'ni dunyoda hammaga rahm qilyapmiz, oxiratda rahm qilmay qo'yarmikan deb biroz cho'chiymiz. Lekin oyatning davomida ikkinchi so'zda Rahimda esa umidimiz yanada oshadiki, Alloh taolo qiyomat kunida mo'minlarga rahm qiladi. Uni amalidan qat'iy nazar mo'min bo'lsa bu, kimning savob biroz kamroqdir, kimniki biroz ko'proqdir. Muhimi iymoni bo'lsa, imkoni qadar Alloh taologa ibodat qilgan bo'lsa, inshaalloh o'sha banda qiyomat kunida Alloh taolaning rahmatida bo'ladi. Ibn Qayyim rahimahulloh aytadilarki, agar bir banda chindan tavba qilsa, mana bu yerda mo'min demayaptilar, banda, har qanaqa inson haqiqatan Alloh taolaga chin tavba qiladigan bo'lsa, Alloh taolo uni barcha gunohlarini kechiradi. Chunki Alloh taolo buyuk zot. Nima yo'qotadi? Bizni kechirsa, hech narsa yo'qotadi. Demak, har qanaqa inson hayotlik mobaynida, tiriklik vaqtida to joni chiqishi halqumiga yetmagan ekan, tavba qilsa Alloh taolo albatta kechiradi. Va yana Alloh taolo faqat kechirib bilan qo'ymasdan qo'shimchasini ham berar ekan. Shu qilgan qancha gunohi bo'lsa, hammasini Alloh taolo savobga aylantirib qo'yar ekan. Kechirib yuborsa-ku, bu katta narsa. Endi hamma gunohni o'rniga savob qilib qo'ysa qanday bo'ladi? Alloh taolo rahmat demak shunchalik keng zot ekan. Alloh taolo barchamizni qiyomat kunida ham, dunyoda ham o'zini rahmatida yuradigan insonlardan bo'lishimizni, o'ziga munosib ummat, o'ziga munosib banda bo'lishimizni, payg'ambarimiz alayhisolamga munosib ummat bo'lishimizni Alloh taolo so'rab qolamiz. Oxiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.